Ha? Men o'zing bilmaysanmi semizligini? Xaloskorimiz. Bu вообще g'alati klonmi? Nima bu? Qara, nima qotdi bu? Yaxshi chiqdi. Hech qo'yib seni. Men tushunmayman nima qilish kerakligini. Ketdi yana. Polmonga ketdi yana. Bolni tashqariga qo'yib ketdi, yordam bera olmayman. Mana shunda mantidagi suyuqlikni olsa, Ha, da. inson ishinglar bo'yicha Yo'q, omonaga chalg'itdi. Qutulib qoldik, brat. Prosta hozir ketib olsa bo'ldi. Gamid aka! Kitob o'tish kerak, shu. Ketdik. Kitob bo'lsa, kitob! Mana shu kitobni senga kerak bo'lgan narsa. Shu kitob bo'la olsam yo'q qilaman. Gamid aka! Brat, o'zingizdamisiz? Gamid aka? Mahvotsiz bu yerda. Salom! Omon aka! Sen boshlab sen mening shogirdimsan. Yuraman. Omon aka! Brat, klon kelyapti, oching! O'rtoqlar, bu klon mamlakatdan kirganini mana shunday kirib olaman. Qoch! Yo'qol! Yo'qol! Gamid aka! Yo'q. O'rtoqlar! Omon aka! Omon aka! Nima? Brat, hazillashyapsizmi? Nima qildi? Mana qara, ko'zing bor-ku. Nima bu, bilet? O'qi. Bu oddiy klon emas. Nima bo'ldi? Burnim qonab ketdimi? Vot buni qaranglar. Men bu klon-ku bu, Pumba. Eng vahshiy klon. Agarda u seni topgan bo'lsa, demak, yaqinlaringni oxirgi marta ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Suv yo'q, bilet. Matib svet yo'qligiga suv yo'q. U avval yaqinlaringni, keyin seni o'ldiradi. Hey! Gambit qani? Gambit yana ko'zi oqarib ketdi. Men bu klon bilan meni tutishga yordamlashmoqchi bo'lib yuribdi. Maqsud qara. Bizdan nima ketsa ham, qanaqa qurbonlik bo'lsa ham, biz ertalabgacha Gambitni normal yo'lga qaytarishimiz kerak. Bo'lmasa yana yangi klon chaqirishga to'g'ri keladi. Eng qizig'i, Goblinning reaksiyasini ko'rdingmi? Gambitni bittida klon dedi. Klonmi? Qattan bu? Bu demak o'sha Gambit rostdan ham haqiqiy klonga aylanib qoldi. Xullas do'stlar, hoziroq like bosib tashlang. Shuncha harakat qilamiz. Gambitdan klonga o'tdi. Albatta 101 ta like va 22 mingta yangi obunachi kerak. Shuning uchun obuna ham bo'linglar. 4 million bo'linglar. Bular bu yana keldi. Nima holati bu? Sanlar qanaqa do'stsanlar? Yaqin do'stingni ko'chaga tashlab qo'yishga uyalmaysanlarmi? Yaqin do'stimni ko'chaga tashlab qo'yish? Ha, hozir chiqsak akamiz bizani bir mayib qilsalar. Shogird. Shogird dedi. Ol. Kim o? Gambitani. Noqotda Gambitni. Yo'q. Yuzi. Hey! Qo'yvor Gambitni. Hey! Bu do'stim Gambitni. Klon qotdan qara. Yo'q. Gambit etgan chiqib ketib qoldi. Brat, qochinglar, tepaga yuring. Shoshma. Xuddi shu paytda stop do'stlar. Chunki men sizlarga juda ham muhim bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. 3 million obunachiga erishganimiz munosabati bilan katta bir famstrachi qildik. Va bu famstrachiga juda ham ko'p obunachilarim kela olmasdan yana bir marta bo'lsin deyshgandi. Va shunaqa obunachilarimga zo'r yangiligim bor. Bu yilda Anhor parki 10 yoshga to'ladi va shu munosabati bilan 8 va 9 avgust kunlari juda ham katta tadbir tashkil qilinadi. Va bu kunlari yuzlab muzqaymoqlar va juda ham ko'plab sovg'alar bo'ladi. Va 8 avgust kuni Benom guruhi sizlarning oldingizda qo'shiq aytishga keladi va
nafaqat bu, balkim aynan men obunachalarim uchun 8-avgust kuni soat rovno 19:00 da shaxsan men yana bir kichik muxlislarim bilan uchrashuvni, ya'ni fan встречani tashkil qilib, bu safar muxlislarimga juda ham ko'plab sovg'alarni bermoqchiman. Va bu fan встречada nafaqat men, balkim Komol aka bilan birga bo'ladilar. Ya'ni Komol Qahorov ham bu fan встречаga keladi. 9-avgustda esa Amurxon Umarovning haqiqiy musiqalmoq partiyasi bo'ladi. Va bu musiqalmoq partiyada Munisa Rizayeva, Shahriyor kabi mashhur xonandalar o'z xoshlarini siz uchun ijro qilishadi va Anhor Parkning 10 yoshiga bag'ishlangan ajoyib bir multfilm ham sizlarga namoyish etiladi. Agarda mana shu 8 va 9-avgust kunlari bo'sh bo'lsanglar, albatta Anhor Parkga kelinglar, chunki bu yerda faqatgina bayram bo'ladi. Va eng muhimi 8-avgust. Chunki 8-avgust soat 19:00 da men va jigarim Komol Qahorov bilan birga ko'rishamiz. Va endi bo'lmasam yana o'sha dahshatli klon oldiga qaytamiz. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Eng qizig'i Gambitni bu yo'lga umuman kirgizmaslik kerak. Uni ko'rdingizmi? Ko'zi oqar yotibdi. Kitob qattaligini agar aytib bersa, vashcha biz tamom bo'lamiz, brat. Qara. Shoshma, xoma qilmaymiz. Bizning esimizda, что bizda ikki kun o'yinchoqdan chiqqan o'yinchoq bor. Xo'p, biz bu o'yinchoqqa klonni ko'rgan qora qanotdan idishda suyuqlik bor. O'shani qo'shganimizda kitob etish bo'yicha Gambit tuzalish kerak. Ya'ni o'sha narsani Gambit tomorqa bossaki o'zi olib yursa tuzalish kerak, to'g'rimi? Da. Всё, bo'lmasa shunaqa qilaylik. Brat, umuman bizani eshitgani yo'q-ku, ko'rdingiz-ku, yuziga klon qizil bo'yoqlar chizib tashlab, Gambit brat desam umuman biz tarafga qaytib kelmayapti, brat. Klonga eshik ochib berganicha ikkalamiz berkinib turganimda. Lekin qara. Gambit seni hech urdimi? Yo'q. Senga qarshilik qilmadi-ya? Da, yo'q, unaqa qilgani yo'q. Xuddi bir manekendek bo'lib qolgan bo'lsa, biz ko'tarib uyga olib kirib qo'yaylik, hatto qo'ldan bog'lab qo'yamiz. Pumba yuribdi oldida, qanaqa buni olib kiramiz? Gambit kim boshqaryapti? Pumba? Всё, Pumbaga nima kerak? Kitob kerak. Всё, bo'lmasa Gambitga ham demak kitob kerak. Ha, da. Bo'lmasa, просто kitob beramiz deymiz, bo'ldi, Gambitga kiradi, yurishga qo'lni qayramiz, chunki qarshilik qilmayapti. Ko'tarib chiqib, o'sha o'tkazar bog'lamagan joyimizga bog'laymiz Gambit. Tushundingmi? Boshqa versiya yo'q hozir. Davay, let's go, shunaqa qilamiz. Yugurib ishlash kerak, maqsud. Ketdik. Va biz klon bilan Gambitni qidirayotganimizda basseynning oldida Gambitni bitta o'zi turganini ko'rib qoldik. Brat, Gambit. Bilet ishlamayapti. Gambit aka? Seleksiya qilmayapti Gambit aka. Brat, klon. Qani? O'tiribdi. Всё, e'tibor bermayapti. Gambitgan ko'tar, o'rta olish kerak. E'tibor bering kerak. Nima? Chimadan ol. Chemodan bizada yo'q. Ha? Kim? Gambit chimadan. Gambit chimadan qatarni bilish. Chemodanni? Nimasi yo'qlik? La! Ey, menga qara. Gambit ketdi. Qayoqga? To'xtang, Gambit. Nima? To'xtat, Gambit jin. Qoch. Yo'li yo'qsa, Necha jirkanchisan? menga qaralaring. Sen mazligim. Chimadanni olaman. Otam oldiga olib boraman. Otam mendan faxrlanadi. Otam mendan faxrlanadi. Ana undan keyin senlarni birin-ketin yo'q qilaman. Gambit. Shogird, chimadanni olib chiq. Sen jirkanch odam ekansan. Tushundingmi? Mayraz odam ekansan. Qoch, kirgiz bizani. Yo, omon aka. Buyoqqa maqsud, buyoqqa kirdirmaydilar. Brat. Nima chiqdi? Nima? Balinga top. Yo'ma-yo. Gambit. Gambit aka! Sotqin! Yo'ma-yo. Chimadan olib kelib. Brat. Bizani shunaqa tupoy deb o'yladingmi, kitob ichida turadi? Men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasam boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? Kitob shunchalik oddiy topaman deb o'yladingmi? Qaramaycha qo'ysana. Goblin yo'qmi? Qara, goblin mashti bo'lyapti. Yo'q. Goblin qo'rqib ketdim. Qanaqa? Senlarni yo'q qilaman. Hamma yo'qim shunaqa o'rotdi. Bizani yo'q qilaman deyotibdim men. Oy, bo'ldi, ketdi, ich qo'yib sani. Ish ushlab tur. Mana kalti ham yo'q o'zi. Ey, goblin mashti paydo bo'lmaganmidi? Da, mashit deydi. Bizga yana yordam kerak hozir.
Ay qo'lim. Ana ketdimi bo'ldi? Ovozi chiqmayapti, brat, menimcha ketdi. Yo'qmi, yo'q. Uyga eshigi ochiq edi, to'g'rimi? Uyga kirib ketgan menimcha. Bo'yi men buni yeb o'tirganmidim. Tabakana bilan. Mana qarab, qanaqadir qo'lli bolti. Hozir ketish kerak. Nima? Bitta aka. Choshma kishmadan oldin hozirga bitta olib kiramiz. Qizlar, kirish kerak. Mana Eshik yopib qo'y. Maqsud gamit olib kirish kerak, lekin klon qani? uyga kirib olmaganmi? Yo'q, qoching, omin aka. Yo'qmi, yo'q. Stop, gamit aka. Gamit. Omin aka, qoching, kelyapti bu. Qara. Ana klon uy eshigida turibdi lekin. Nima qilamiz? Qara, hozir bunday qilamiz. Menga mana kamerani berdi. Sen gamit ishga olib kir. Men hozir chalg'itaman uni, tushundingmi? Bo'ldi, brat, davay. Voy, yugur, bor. Chalg'iting. Voy, kitob kerakmi senga? Men bilan qattalaydi. Yo'q, kel, ha? Gambit aka. Aka, beraman senga kitobni. Do'stim qo'rqadim. Hop, ke. Davay, Maqsud tezlash. Gambit aka. Bu kitobni kim qo'ydi? Voy, bilan qo'shib kelib qoldi, qo'shdim. Omin aka, tezroq keling. Kirish kerak. Ha, mana klon, ha? Kitob ichkarida yaxshilab qidiring. Rostdan kitob ichkarida. Gambit etdi, mammas. Ichkariga kirib ketdi. Lekin do'stlar, otam deb detskiga o'xshab gapirdi. Chiqdi. Aldoqcha do'tdi mana. Do'stlar, nimaga bu klonlarning hammasi bunaqa sodda? Hozir biz kitobxonadan shonda kirib ketdi. Demak, bular hammasi qalban yaxshi bolalar. Ishonsizlar? Gambit aka nima bo'ldi? O'lib qoldimi? Ko'zi ham yumuq. Shoshma. Ya yurak urib nafsotdi. Brat, hozir bizda yana prям yomon vaziyatga duch keldik. Daydi kitobni mana qilib ko'raylik, ochib ko'raylik, balki yana nimadir bordir. Ya qara, kitob hamma gapini aytib bo'ldi. Kitob bu klon haqida aytdi, hammasini aytdi. Bu nima deydi hozir kitob? Balki klonni qanaqa qilib yengishimizni aytar. Bu darajada oson emasdir. Day ko'raylikchi. Hop, chiqdingmi o'zi? Gambit shu qoldiramiz. Bo'ldi, eshik qulf-ku. Bilan nimagadir ko'nglim qarashmadi. Endi gambit chiqaradi. Maqsud qani? Maqsud! O'rtoqlar, Omin aka kitobni olgungacha men bitta to'rni yechib turaman. Bu to'rni yechib oldim. Endi Omin akani oldiga chiqaman. Xo'p, mana pumba bu. Do'stlar, men bitta pumba deb uzun nodir yoziq chiqibdi. Bu yerda nima deyapti hozir? Pumba bolaligidan hamma uni semizligi uchun kamsitib ustidan kulardi. Uni hech kim tushunmas, faqat rad etardi. Kunlarni birida shaharga kelgan sirli sirkning boshlig'i klonni ko'chada topib olib o'ziga o'g'il qilib asrab oladi. Boshliq uni ichida yig'ilib qolgan alam va g'azabni ko'rib, uni o'zini qorong'u jamiyatga olib kiradi va asta-sekin shafqatsiz qotil klonga aylantiradi. Mana gap qayoqda? Demak, u shuchi odamlarni yomon ko'radi. Ha! Eshikda. Kim u? Maqsud? Man. Da, ot to'rni oldim. Nimaga olding? Bu kerak bo'ladi bizga. Endi nimaga kerak bo'ladi? Qo'yishdi kelib, yo'qki nokor. Mana qara. Nima? Qara, nima deyapti? Bu klon yoshligida semiz bo'lgani uchun hamma uni ustidan kulgan ekan, tushunsanmi? Shuning uchun bu hamma bolalar yomon ko'rar ekan. Pastda biz birinchi ot bu klonni ko'rganmiz, ovqatdan o'tirdi-da. Ha, da. Esan? Da. Boshda bizga parvo qilmadi, bizga kulib qaradi. Ovqat undan qildi, to'g'rimi? Keyin san semiz deding, men semiz ustidan kuldim. O'shandan jahl chiqdi. Demak, buni yoshligida hamma ustidan kulgan. Shuning uchun ham bu odamni yomon ko'rib qo'ygan. Prosta kimdir ustidan kulgani uchun u odamlarni biram shafqatsizlash, qiynash adolatdan emas-ku. Xo'p, mana qara, davomini qara. Pumba yengi otasining mehrini qozonish va odamlardan o'ch olish uchun uning eng ishonchli va eng jirkanch klonlardan biriga aylanadi. Yo'q. Hop, qara. Mana shu joyda nafaqat biz, balkim obunachilar ham aqlini ishlatadigan joy. Va mana shu joyda o'ylash kerak. Qara. Bitta bolani yoshligida hamma semiz ustidan kulgan va shuning uchun u hammadan ajralib qolgan. Qanaqadir sirli sirk xo'jayini, ya'ni hamma u deb gapirayotgan odam. Menimcha o'shalar klonlar boshlig'i. O'sha odam bularning hammasini mana shu
vahshiy klonga aylantirgan. Chunki bularda odamlarga nisbatan nafrat bor. Hop, lekin bu ota mana faxrlanadi dedi boya. Bu otasiga vahshiy kerak emas-ku bu. Bu просто otasi uchun qurol-ku bu. Kimni ko'rgansan o'g'lini mana shunaqa vahshiy odam qilganini. Bu oddiy masxara bo'lsa shunaqa aqlli deb o'ylaysizmi shu narsani tushunadigan, brat? Bu men tushunmaydi. Hop, просто oddiy narsani tushunmagani uchun chiqib turib hammaga bir jirkanchlik ish qilish kerak emas-ku. Xo'p, bunda nima qilamiz hozir? Hop, qara. Mana shu kitob uchun bo'pti, xolos, to'g'rimi? Menga kitob beraman. Yo'q. Men beraman o'sha kitobni. Men ketdim. Berkilib o'tir.